Ba'zida oddiy ko'ringan yuk ortida jamiyat uchun jiddiy xavf yashiringan bo'lishi mumkin. Afsuski, bugun ayrim shaxslar giyohvandlik vositalarini mamlakatimiz hududiga noqonuniy yo'l bilan olib kirish maqsadida turli nayranglardan foydalanishdan ham tap tortmayapti. Biroq kuchaytirilgan nazorat va tizimli tezkor tadbirlar natijasida bunday urinishlar o'z vaqtida fosh etilmoqda. Xorazm va Sirdaryo viloyatlarida aniqlangan holatlar buning yaqqol isbotidir. E'tiborlisi, har ikki holatda ham taqiqlangan moddalar oddiy buyumlar orasiga yashirilib, chegaradan olib o'tishga urinilgan. Bojxona organlari tomonidan respublika hududiga inson salomatligiga xavf tug'diruvchi mahsulotlarni olib kirishga qarshi tizimli chora-tadbirlar izchil davom ettirilmoqda. Jumladan Sirdaryo viloyati bojxona boshqarmasining Malik chegara bojxona post orqali mamlakatimiz hududiga kirib kelgan fuqaro boshqaruvidagi Lacetti rusumli avtotransport vositasi belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazildi. Natijada yuklar orasida bojxona nazoratidan yashirilgan 8 va 10 grammlik paketchalarga qadoqlangan 3 turdagi kofe mahsulotlari bojxona xodimlarining diqqatini tortdi. Aniqlanishicha, 2258 dona mazkur biologik faol qo'shimchalarni haydovchi 200 AQSh dollari evaziga bojxonadan olib o'tayotgan bo'lgan. Bojxona qo'mitasi Markaziy bojxona laboratoriyasining ekspert xulosasiga ko'ra, mazkur mahsulotlar tarkibida sibuturamin kuchli ta'sir qiluvchi moddasi borligi aniqlandi. O'zbekistonda muomalasi cheklangan mazkur moddaning hattoki yarim gram ham jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi. Hozirda ushbu holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.